Samarqanddagi uyda gaz portlashi qurbonlar soni oshdi. Bir kun o'tib vayronalar ostidan yana bir jasad olib chiqilgan va qurbonlar soni 7 nafarga yetgan. Marhumlarning barchasi bir oila a'zolari bo'lishgan. Hodisa sabablari va oqibatlari bo'yicha rasmiy ma'lumot berilmayapti. Samarqanddagi uylarning birida sodir bo'lgan gaz portlashi oqibatida vafot etganlar soni 7 kishiga yetdi. Bu haqda Milliy telekanalning Mellar dasturida ma'lum qilindi. Samarqand shahrining Bog'saroy mahalla fuqarolar yig'ini Spitamin ko'chasida joylashgan uylarning birida gaz portlashi 8-maydan 9-mayga o'tar kechasi sodir bo'lgandi. Portlash natijasida hosil bo'lgan kinetik zarbadan uyning temir beton konstruksiyalari qulashi oqibatida 1, 2, 3-qavatlar va yerto'la qismi zararlangan. Yong'in sodir bo'lmagan. Yong'in qutqaruv ekipajlari voqea joyiga yetib borib, baxtsiz hodisa oqibatlarini bartaraf etishga kirishgan. Olib borilgan harakatlar natijasida vayronalar ostidan dastlab 6 nafar fuqaroning jasadi topilgandi. 9-may kuni xonadon vayronalar ostidan 7-murda ham olib chiqildi. Ayni paytda holat yuzasidan dastlabki tergovoldi surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Hodisa sabablari va oqibatlari bo'yicha rasmiy ma'lumot berilmagan. Kun.uz manbasi ma'lumotiga ko'ra, qurbonlarning barchasi bir oila a'zolari bo'lgan. Oila a'zolaridan hech kim tirik qolmagan. Manbaga ko'ra, ushbu xonadonda qo'shni hududda olib borilayotgan qurilish ishlari vaqtida gaz trubasi teshilgan, natijada gaz sizib, portlash ro'y bergan, uy yerto'lasida to'planib qolgan.